Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan bel osteoxondrozi va bel grijasida qilinadigan mashqlarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Orqa tomon bilan yotiladi. Qo'llar ikkala yon tomonga qo'yiladi. Oyoq tizza bo'g'imida bukiladi va juft holatda qilinadi. Oyog'imizni o'ng tarafga, boshimizni chap tarafga buramiz. Endi oyog'imizni chap tarafga, boshimizni o'ng tarafga buramiz. Bu mashqni 5 marotaba takrorlaymiz. Ikkinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala qo'l yon tomonda, oyoqlar tizza bo'g'imida bukilgan. Chap oyog'imizni tashqi to'piqni o'ng oyog'imizni tizza bo'g'imi tashqi tarafga qo'yamiz va chap oyog'imiz yordamida o'ng oyog'imizni chap tarafga tortamiz. Chap oyoq chap tarafga, boshni o'ng tarafga buramiz. Keyin o'ng tomonga, oyoqni o'ng tomonga, boshni chap tarafga. Bu mashqni 5 marotaba takrorlaymiz. Uchinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Chap oyog'imizni tizza bo'g'imida bukamiz. O'ng qo'limiz yordamida chap oyog'imizni o'ng tomonga tortamiz. Endi chap qo'limiz yordamida o'ng oyoqni chap tarafga tortamiz. Bu mashqni 5 marotaba takrorlaymiz.
To'rtinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Chap oyog'imizni o'ng oyoq ustida chalqancha holatda qo'yamiz va ikkala qo'l yordamida bukilgan chap oyog'imizni o'zimizga tortamiz. Keyin bukilgan o'ng oyog'imizni o'zimizga tortamiz. Bu mashqni 5 marotaba takrorlanadi. Beshinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala oyoq tizza bo'g'imida bukilgan va ikkala qo'limizni tizzani uchiga borguncha egilaymiz. Bu mashqni ham 5 marotaba bajaramiz. Oltinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala oyoq tizza bo'g'imida bukiladi. Bukilgan ikkala oyog'imizni qo'llar yordamida ko'krakka tortamiz. Bu mashqni ham 5 marta takrorlaymiz. Yettinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala oyoq tizza bo'g'imida bukiladi. Oyoqlarning tovon qismi bir-biriga tekkan holatda turadi va shu holatda belimizni yuqoriga va pastga ko'tarib tushiramiz. Bu mashqni 5 marotaba bajaramiz. Sakkizinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala tizza va ikkala qo'lga tayangan holda turiladi va belimizni pastga egamiz. Boshning peshona qismini pastga tekkizamiz. Bu mashqni 5 marotaba takrorlaymiz. To'qqizinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala tizza va ikkala qo'lga tayangan holda turiladi. Tizzalar joyidan qo'zg'almaydi
va ikkala qo'lni harakatlantirib tanamizni chap va o'ngga buramiz. Bu mashqni 5 marotaba takrorlaymiz. O'ninchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala qo'l va ikkala tizzaga tayangan holda turamiz. Ko'krakning orqa qismini yuqoriga va pastga ko'tarib tushiramiz. Bu mashqni ham 5 marta takrorlaymiz. 11-chi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Ikkala qo'l va ikkala tizzaga tayangan holda turiladi. Dumg'aza sohasini yuqoriga va pastga ko'tarib tushiramiz. Bu mashqimizni ham 5 marta takrorlaymiz. 12-chi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Chap qo'l oldinga, o'ng oyoq orqaga tekisqilab ko'tariladi. Keyin o'ng oyog'imiz tizza qismi ko'krakka yaqinlashtiriladi. Chap tarafda ham bu takrorlanadi. Bu mashqimizni 5 marta takrorlaymiz. O'n uchinchi mashqimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Chap oyog'imizni uzatamiz. O'ng oyog'imiz tizza bo'g'imini chap tarafga bukamiz va uning ustida pastga qarab yotiladi. Ko'krak qafasi pastga tegib turishi kerak. Va chap tarafda ham takrorlaymiz. Bu mashqni ham 5 marta takrorlaymiz.
Bu mashqlar osteoxondroz va grija kasalliklarining kuchli og'riq bilan kechuvchi qo'zish davrida qo'llanilmaydi. Kasallikni davolab, qo'zish davri o'tganidan keyin bu mashqlarni doimiy qilib yuriladi. Bu mashqlarni qilib boshlaganda barcha mashqlarni birdaniga bajarilmaydi. Birinchi kuni dastlabki 3 ta mashqni, keyingi kuni 4 ta mashqni, undan keyingi kun 5 ta mashqni, shunday qilib har kuni bitta mashqni qo'shib boriladi va 10-15 kundan keyin to'liq 13 mashqni ham qilish mumkin. Bu mashqlarni bajarganingizda tanangizni zo'riqtirmay, sekinlik bilan bajarishingiz kerak. Yuqorida ko'rganingizdek, 8 va 13 mashqlarda tizza bo'g'im pastga tiralib turganligi sababli 8-13 mashqlarni tizza bo'g'imi sog'lom bo'lgan odamlar mana shunday yumshoq gilam ustida bajarsa bo'ladi. Agar tizza bo'g'imi yemirilish, ya'ni osteoartroz 1-2-si bor odamlar esa 8-13 mashqlarni yumshoq ko'rpacha yoki bo'lmasa to'shak ustida bajarishlari kerak. Tizza bo'g'imi yemirilish, osteoartrozni 3 va 4 darajalari bor bemorlar esa 8 va 13 mashqlarni bajarishlari tavsiya qilinmaydi. Agar videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.